Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Hammaga salom, O'zbekiston ahli. Men bir narsaga hayronman. Mana bu murojaatim, bu video iminni kimga yuqori mansabdor shaxslarga tegishli deputatlar, qonunchilikni chiqaradiganlar, har xil nima deydi, zapravkani chiqar deydi, naqd pul o'tmaydi, keyin boshqa narsa yo'qmi sizlarga qiladigan ishlaringiz? Undan ko'ra mana elektriklar nazorat qilinglar, kondyorchiklar nazorat qilinglar. Chet elda kondyorchik elektrik ishlash uchun bironta obyektni qilish uchun litsenziya oladi. Mana bunga o'xshab bizga o'xshab to'g'ri kelgan bir amborni qo'liga ushlagan, simni qo'liga ushlaganni beraverilmaydi. Mana ahmoqchilik. Shuning uchun bizga O'zbekistonda sifatni tekshiradigan, nazorat qiladigan otdelni o'zi yo'q. Nomiga pulni beradi, stol nakovat qilsa bo'ldi, ko'zini yumib yuboradi. Hech qanaqa standart yo'q bizga. Shuning uchun bozor, magazinlarimiz yonib ketyapti. To'g'ri kelgan elektrik o'zicha 4 kun qulay amborda ushlab, 4 kun shogirdga tushganda elektrik bo'lib olgan, o'zicha elektrik standartlarimiz yo'q. Qo'shni davlat Qozog'iston bizdan ancha ilg'orlab ketgan hamma narsaga. Nima uchun shular oddiy shu narsalarga e'tibor beraylik? Faqat biza oddiy xalqni ezish bilan ovorasizlar. Nima uchun? Oddiy narsaga e'tibor bering. Litsenziyasi bo'lsin, oliy ma'lumoti bo'lsin, yoki o'rta ma'lumot elektrik bo'lsin, yoki kondyorchik bo'lsin, litsenziya olsin-da, keyin пожалуйста ish qilsin. Mana shuning uchun yonib ketyapti. Hammasi solnechniy batareyalarni ham, panellarni ham qo'yadigan bari yosh yigitlar, hammasi hech qanday litsenziya yo'q. Kimgadir shogird bo'lib tushib o'rgangan. Mana buni ahvolni ko'ring. Buni ko'ring. Shu ishmi shu? Qani baqa texnika bezopasnost. Ketib qolsa bu jabr emas, o'ydi egasiga o'lsa agar shu tushib ketib mana hech qanday nimada lesa yo'q. Montajni qaraylik, konditsionerni qo'yadigan montajni. Agar shu yerdan tushib ketib o'lsa, bu degani ketdi degani, bu o'ydi egasi точно qamaladi. Shuning uchun e'tibor beraylik. Nima qachongacha bu O'zbekistonga nima deydi, keraksiz qonunlarni ishlab chiqaramiz. Elektrik bo'lsin, mana shunaqa chista davlatni o'qib chiqqan bo'lsin, elektrik bo'lsin, litsenziyasi bo'lsin. Amerika, Kanada, Yevropa davlatlariga konditsionerchik bo'laman deysizmi, elektrik bo'laman deb 1000 universitetni tugatsangiz ham kelib ekzamen topshirasiz, litsenziya olasiz. Litsenziya olganingizdan keyin sizga ruxsat etiladi ishlashga. Bunaqa ishlanmaydi hech qachon. Qachongacha biz qoloq davlatlarga o'xshab yuraymiz? Bularni qaranglar. Ishlating, xuddi maymunga o'xshab yuribdi bular tepaga. Men hayron qolaman, prosta so'z yo'q bularga. Qanday bu o'zini hayotini o'ylamaydimi? Qarang, videoni qarang. Qachongacha endi bunday davom etadi? Hurmatli deputatlar, hurmatli o'sha qonun chiqaradigan nima deydi, tashkilotlar, iltimos shunga ham yondashinglar. Shu oddiy misol kimlarnidir o'yi yonib ketyapti. Mana oddiy misol, yangi domlaga borib qarasanglar, большинство avtomatlar, nominal avtomati Secheniya to'g'ri kelmaydi. Oddiy Toshkent Almazor City, o'zbeklar qurgan Almazor Cityga oxirgi blokkida borsangiz, men borganman, ko'rganman. Shaxsan panelni ham ochib ko'rganman. Bir ukaxonimizni o'yini tuzatib berganman. 32 amper, 25 amperli avtomatlar qo'yilgan. Secheniya 1,5li. U avtomat hech qachon tashlamaydi. Men nima zamekani bo'lsam yonib ketsa yonib ketadi, lekin tashlamaydi. Shunga e'tibor beraylik. Ozroq bo'lsa ham litsenziya joriy etaylik. Men sizlar hozir bog'chaga kimdir ishlayman desa, bog'cha ochaman desa, bog'cha opalari litsenziya, boshqa narsaga litsenziya qilyapsizlar. Nima uchun? Kuchlaring yetmaydimi? Shu oddiy narsa именно elektrikda, именно nima deydi, kondyorchiklar litsenziya qo'yish kerak. Litsenziyasi bo'lsin, пожалуйста, ishlasin. O'sha xonadonni keyin kim qilganini hujjatga ilojicha kiritish kerak. Mana shu elektrik, shunaqa litsenziyali elektrik mana shu yerda ta'minlanadi, yoki magazindami, yoki bozordami, shundagina bizda tartib bo'ladi. Bo'lmasa hozir bozorga chiqing, Mardikorga chiqing, hamma elektrik, hamma kondyorchik o'zicha. 4 kun ambir qo'lay ushlagan, 2 kunmi bir oy yurgan, kimnidir shogirdi bo'lib olgan, bo'ldi hammasi. Lekin ishini sifati yo'q umuman. Hurmatli insonlar, shuning uchun ishonavermanglar to'g'ri kelgan elektriklarga. Nechtasi yonib ketyapti. Avtomat nominalni tanlolmaydi. Kabellar o'zicha chiroyli shetni terallarda qo'yadilar. Mana bu videolar hammasini parcha-parchasini buni men
hozir Instagramdan oldim. Qo'rqinchli, bu чересчур qo'rqinchli. Bu qanjoshlik bilan именно elektrikni ishi bu oson ish emas. Bunga o'qish kerak. Хотя бы kollejdami yoki universitetdami tugatish kerak. O'shandan keyin litsenziya olib turib, testdan o'tib qilish kerak. Mana bu ishni ko'ring. Mana bu ham qanaqadir bir chala elektrik. Bu ikkita shurupka ulab qo'ygan. Ko'rapsizlar, mana ahvolni ko'ringlar. Mana bular haqiqiy elektrik. O'shanga ham elektrik bo'lsa ham qarang, bular hozir nima deydi? Bular hozir предохранительni qo'yatibdi. Mana ko'ringlar buni. Normalni qaranglar. Voy, ey, ichim achiydi sanlarga ko'rib. Tepaga hech qanday zazimleniya yo'q. 3 ta faza zazimleniya qilib yerga berib qo'yiladi. Bironta agar avtomatni qo'shib yuborsa, shtobi elektrikni hayotini saqlab. Perchatka yo'q, ochka yo'q, kaska yo'q. O'zbegim achinarli. Yana pastga havoni namligini qaranglar. Havo nam bo'lyapti. Cho'p yog'ochdan foydalanib yana. Bilin, qachon o'zgaramiz ha? Ichim achiydi sanlarga. Shuning uchun ham O'zbekistonda почти deylik, men eshitganman, bilgan elektriklar ko'p o'lib ketdi. Потому что nimada to'kirib, boshqa bo'lib, mana bunaqa nam havoda ishlab. Chunki bizga yuqori mutaxassislar yo'q. Chet davlatga ham именно Qozog'istondan, Gruziyadan, Ozarbayjondan, Rossiyadan elektriklar oladi. Lekin bizani elektriklarni olmaydi bironta. Hech qaysi davlat bizani elektriklarni olmaydi. Bizani bilmayman, diplomimiz ham o'tmaydimi, olmaydi. Mana buni qarang. Bu ham o'zicha kimdandir o'rganib olgan, endi xalqqa o'rgatyapti. Mana bunday qilamiz, bunday qilamiz. Qo'lga perchatka yo'q, ochka yo'q, kaska yo'q. Sen qanaqa elektriksan? Даже forma одеждasi aytib bersanglar, forma одеждasi ham yo'q. Bu hech qanaqa elektrik emas bu. O'rganib olgan shu nimada papka deganday qo'yishdi, izolenta qilishdi, bo'ldi. Boshqa qo'ldan buni ishlamaydi 100%. Mana shunaqa elektriklar ko'payib ketgani uchun ham O'zbekistonda bozorlar, magazinlar, xonadonlar yonib ketyapti. Hammasi. Потому что bular nomidagi elektrik. Mana bu ishni qarang, mana buni qarang. Mana bu уже santexnikdir. Mana bu shu korobkani qarang. Alyumin sim qanchalik, даже buni hech qaysi standarti ham bo'lmasa kerak, потому что standartiga yozilgan bo'lishi kerak, qancha korobkani ichiga sim tayyorlab ketish. Hozirgi yangi elektrik zamonaviy elektriklar 5 korobka qilyapti o'ylardim. Patologni tagiga qoldirib, patolog tagida korobka turar ekan, elektriston shunday qilyapti. Ertaga biror narsa bo'lib qolsa, u uyda egasi patologni buzadimi? Чтобы dostуp ochish uchun, ana bunga nimada korobkaga dostуп qilish uchun ko'rdinglarmi qanchalik hozirgi zamonaviy elektriklar patologda tiqyaptilar. Patolog dahshat. Uni remontga ketgan xarajat undan ham dahshat. Lekin ertaga xonadonga biror narsa bo'lib qolsa, xonadon egasi elektrik chaqirib uzib ber desa, elektrik uzib bera olmaydi. Потому что dostуп bo'lmaydi. Uzish uchun uni patologni sindirish kerak, qo'parish kerak. Bu ahvolni qarang. Mana qanaqa elektriksan, bunday avtomatlarni ulab tayyorlagansan. Mana ko'ryapsizlarmi? Oddiy misol mana. Ana shu большинство O'zbekistonni ichidagi bo'ladigan voqealar. Hamma avtomatlar ko'pi eski domlarni любой nima deydi, so'zimni aytchat qilaman. Любой Toshkentga olaylik, balki viloyatga chiqmaylik. Toshkentni eski domlarni shetini ko'ringlar-da, qo'rqib ketasizlar. Вообще, потому что bizga standart yo'q. Iltimos qilib qolaman. Har xil bo'lmas qonunlarni ishlab chiqarmanglar-da, kameraga puldi, shtraf, boshqa narsalar. Bu boshqa bir normalniy bir xalqqa nimada yordam beradigan bir manfaatli ish qilinglar, iltimos sizlardan. Maylimi? Mana videoni ko'ringlar, o'zlaringiz ko'rasizlar. Hamma elektrik, hamma o'zicha konditsionerchi, hamma santexnik. Chet elga hamma kasbda litsenziyasi bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'zlaringizdan silanglar.